Assalomu alaykum, xush omaded ba kanali Bozor va biznes. Imro'zagi navoiy mo noxi spetamin дефи фармохургон нарх навои гов гӯсфандора мебарорем. Лайк мондана, подписаться кардана фаромӯш накунед. Instagram гузашта Instagram подписаться кунед. Якум Instagram мепартоим чизе бошад. Bugungi videorolikimiz spetamin noxiyasi farmoqurg'on qishloqdan bo'lyapti. Like bosib, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Instagramga o'tib, Instagramga podpiskani bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasam boshladik. Qancha axror qaysi? 12 misan. Tushur buni ham 12000 so'm mana. Balasi ham. Shaychaga turibdi. 12 ming so'm ekan. Men syomka bo'lyapti. Shekcha qilmay. Balasi nima? Navachan? Unajin. Mana balasi unajincha. Boshqa shuncha. 12000 so'm ketdi. Dodagini. Bor barakati oltida bor. 12500 so'mga savdo qilishdi. Dodagini esta. 12500 so'm savdo qilyapti, berishgani yo'q. Mana shu navotchani. 12500 so'm. Mana bu yerda savdo ketyapti. Mana savdo shunisidan videoda har dush savdo shunisi. Mana har dusha 16900 so'mlik savdo qilishdi. Mana Yaktaş buqacha, yaktaş ulojin. Mana bittasi ulojincha, bittasi navolcha, ikkosi navolsida 10000 so'm. Ulojani 4000 so'm. Shunaqa savdo. Ikkosi 16900 so'm savdo qilyapti, berishgan yo'q. Har shu 16900 so'm savdo qilishdi. Dagini mana. Mana mash savdo qilgan bolani taniganlarga o'tib lashni bosib qo'yamiz. Elmurod akani navosini ulojishasiz. Mana bu yerga navosda chiqqan, hozir narx navolarni bilib, hammasini aytib o'tamiz. Mana bu har 8500 so'mlik savdo qilishdi. Dodagini esta. 28500 so'mga savdo qilyapti mana shu ikkita navosni. Berishgan yo'q. 28500 so'm. Mana bu yerda savdo ketyapti. 28500 so'mga savdo qilishyapti, berishgan yo'q. Like mondana podpisatsiya kardana zarurishni mumkin. Like pas podpiskani bosib qo'yamiz. Mana bu yerda savdo ketyapti, qolgan navoslarni olib hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bitta buqa savdo shudagi Sidu 1000 so'mga savdo shudagi yumsha nishon eting. Ikkita navos sotilgan 32000 so'mga sotilibdi. Va ikkinchisi yumsha nishon eting. Mana har dush savdo shudagi Sidu 1000 so'm. 32000 so'mga mana shu ikkita navos sotilgan. 32000 so'm. Mana nima? Emoji. Savdo shudagi 12000 so'm bor. Ilmalar. Nazar taqam. 2000 so'm savdo qilishdi. Berishgan yo'q. Mana shu 2000 so'm. 12000 so'm savdo qilishga emojini. Mirzo tomoniki. Abdul Takani emojini ekan.
Mana shu Navofcha salon qilyapti 12,5 ming so'mga. 12,000 so'm savdo shirkasidan buqa 12,500 so'mni 12,500 so'm savdo qilyapti, berishgan yo'q. 12,500 so'm. Mana 6,500 so'mni savdo qilgan ham. Dodagina Mo'jicha mayda. Mo'jicha mayda 6,500 so'm. Mana shu 10-chi 6,500 so'm savdo qilishgan, berishgan yo'q. 6,500 so'm. Mana shu qo'chqorda 3,200 so'm savdo qilishdi, berishgan yo'q. 3,000 so'm savdo qilgan qo'chqora. Dodagina 3,000 so'm. Bir yıl baktık ya. Suyu berish 100 so'mdan suyu beryapti ekan. Mana shu qo'chqorda Koylar. berishgan yo'q. Mana vashi ikkosi 30 ming so'mga chiqibdi. 3,000 shu dodagina 30 ming so'm qilishibdi. Mana shu ikkita navosda berishgan yo'q. Koyan barxa. Buqa 12,500 so'm savdo qilgan. Dodagina 12,500 so'm savdo qilishibdi. Mana shu navosda berishgan yo'q. 12,500 so'mga. 12,500 so'm. Eng boshqa 12,000 so'm savdo qilgan. Dodagina 12,000 so'm savdo qilishibdi. Mana shu navoschani berishgani yo'q. 12,000 so'm. Qani qo'y. Mana bu savdo shuni istaydi. Sigir. Mana Ahrorda sigiri. Qancha bo'lyapti? Qancha bo'ldi? Ahror? Ahror qancha? 12,000. Mana 12,000 samoshidagi dodagina 12,100 so'm bo'libdi. Mana shu inabola berishgan yo'q. 12,100 so'm. 35,5. 35,5 ikkosi nima? Mana har shu 50,000 so'm savdo qilishda dodagina istaydi. 50,000 so'm. Mana shu navos 35 ming so'm savdo qilyapti. Mana shu to'g'rida turgan navos ikkosini 35 ming so'm. 35 ming. Degan yo'q. Mana shu ikkosini 35 ming so'm savdo qilyapti. Berishgan yo'q. Mana shu bolalar tanigan bolalar bo'lsa, bitta vaqt bo'lsamiz ana. 35 ming so'm. Mana nima? Savdo shularga 12,500 so'm bor, mana bu qo'sha savdo shularga 12,500 so'mga mana shu turishda turgan navosda savdo bo'lgan 12,500 so'm. Mana men bu qo'yam savdo shularga 12,000 so'm bor. 12,000 so'mga mana shu navosda savdo bo'lgan. Berishgan 12,000 so'm. Mana 97-yil Javohirda navoschasi 12,000 so'm. Oluvchilar bo'lsa mana mashina bemalol xarid qilishlari mumkin. Hali sotilmagan navoscha ekan. Farmoqxondan ko'rib turgan odamlar bo'lsa, mana shu navoschani bemalol xarid qilishlari mumkin.
Mana shu Elmur akani navochasini 10-chasi 18.300 somon bo'pti ekan. 18.300 somon Elmur aka. Elmur akaga bitta like bosib qo'yamiz. Ajda azoru 300 somon. Va biromat ana bu xardush. Dodagina. Mana shu yerda tanib turgan. Mana shu yerda tanigan bolalarga bitta like bosib qo'yinglar. Har kasal tomonda ko'rib turgan bolalar bo'lsa, o'zlaringiz kommentariyada tag'in fikrlarni yozib qoldiramiz. Mana. Xardush savdoshi. Siyazoru 6000 500 somon biromat. Savdoshi, xardush. Mana men xardush savdoshi 6500 somon. 36500 somonga mana ikkita navoz savdo bo'ldi, Shokir tog' oldi. 36500 somon. Mana shu navoz ham savdo bo'ldi. 16200 somonga mana shu navoz savdo bo'ldi. Ro'zan akaning navozi 16700 somon. 16700 somon mana bu qas savdo shu. 16700 somon bor. Mana men bu qas savdo shu desam, 50 somon bor. Tarozi bor biznesda. Basic-ga. 50 somondan taroziga basic-ga so'rayapti. Ulug'bekda navosi. Mana shu navosda. Basic-ga 50 somondan. Axir molini ko'raylik. Nima gap nimasi biz bunga? Qanchaga chiqdi axir bu paroda? Bir tashab qo'ymayapti. Nima qilay? Joyi kelsa men sotolmayman. Otasiz, otasiz. 12500 so'm olasan. Menga qara, hozir sanab. 12500 somon shu desda, har shu bachashqati, bachashqa nojincha 12500 somonga chiqdi. Mana axir ordi. Ana buymalar o'rman Axir ordiki 12500 somonga chiqdi. Hali berishgan edi. Buni qandaysan? Assalomu alaykum. Albatta, men Alloh yaxshimi? Charchab yuribsizmi? Yaxshimga. Hozir kelyapti. Ya buni yuzga tashlayman-ku, o'shanga. 14 ming somonga chiqdi mana shu. Mana shu. 14 ming deydi? 14 ming. 14 ming somonga Qochgan, xudoji. Yo'q, buni ajib. 14000 somon bor. Biromi? Bodagini. 14 ming somonga chiqdi mana shu Mirza tog'ani. Bonajini berishgan edi. 14 ming so'm. Mana Axirorda qarodalik moli sotildi. 12400 so'mga. Mana men savdo shu. 12400 so'm bor. Endi segish savdo shu. 12400 so'm. Baraka? Baraka? Baraka, mana. Buning chopsa bir. Buning chopyapti, baraka. Xursand bo'ldim. Mana 12000 so'm savdo bo'ldi. Endi bilasizlar, men 12000 so'mga sotildi mana shu. Mana shu navotcha 12000 so'm. 12000 so'm. Qara ishlan avachangiz. Berma qo'lim. Moshinamda u mashina. Mashina qo'ylama. 12000 so'mga savdo bo'ldi. 12000 ga savdo shu. Qancha bo'ldi? Mana 17,5 ming so'mga savdo bo'ldi. Halim aka oldi mana ikkita navoz. 17,5 ming so'mdan savdo qilib oldi Halim aka. Imro'za говоримо, ноҳия спитами, дехе фармохӯрмошу, мол бозари фармохӯрона гирифтем. Лайк, монана, подписаться кардана фаромӯш накунед.
Bugungi videorolikimiz Farmoqurg'on qishlog'idan bo'ldi. Like bosib, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Bugungi sanamiz 2026 14-mart. Mol bozor Farmoqurg'on. Like bosib, podpiskani bosib qo'yishni unutmanglar. Instagramga o'tib, Instagramga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Podpiskani bosib. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.